Yaxshi ko'pchilik men Şinjan tibbiy dahshiyasi Ba'zi tarmoq doktorxonasidan Absalom doktor. Meningga maslahat so'rash va aloqa numerim 181 99 88 77 34. Maslahatni men o'zim biraman. Maslahat so'rash haqsiz. Maslahat so'raydigan qarindoshlar bu numeradan unlarni qatqandan ekan. O'zinglarning yaratgan dora tekshirish materiali, boshqa bilgi material dibalarni aniq suzuk rasm tatqandan ekan maslahat so'rasanglar bo'ladi. Men ishlayotgan doktorxona Şinjan tibbiy dahshiyasi Ba'zi tarmoq doktorxonasi yoki Yishyoning Ba'zi tarmoq doktorxonasi deb qo'yamiz. Bu doktorxona shu Urumchi shahriniki Temiryo'l idorasi taraf joylashgan, aslida Temiryo'l doktorxonasi deymiz. Doktorxonamiz 3 darajadagi hukumat qaramog'idagi cho'ng universal doktorxona. Hukumat qaramog'idagi doktorxona bo'lg'achqa ochotda sifat hukumatning ochotda siyosati bo'yicha ma'lumot. Men shu to'rt numerimni ochqizgan 3 yildan buyon doktorxonamiz va men shu otning vayn tavasdagi har millat xalqidan nurg'un ko'p ko'riladigan va ba'zi oz ko'riladigan, ba'zi davolash qiyin bo'lgan murakkab kasallarni va og'ir kasallarni yaxshi davolab nurg'un bemorlarniki yaxshi bahsi va ishonchga erishdik. Doktorxonamizniki shu tuvan turmush deb qo'yamiz. Shu bemorlarga nisbatan mayli siz shaharchilar, mayli dehqon bo'lang, shuning ochib nisbati bir qadar yaxshi. Undan boshqa shu hukumat kadrlari va Pinkton nüfus bemorlarga nisbatan ochib nisbatan hukumatning siyosati bo'yicha ma'lum. Ba'zi shu og'ir kasallikka yoki tuvan turmushga tushadigan, lekin bu siyosatdan baraman bo'lmagan bemorlar bo'lib qolsalar, izlab kelsanlar shu kasallik ahvolingga qarab isbot chiqarib bergandan keyin jurtinglar qaytib tuvan turmush va og'ir kasallik shu siyosatni bajarib kelsanlar Açıdan nisbetlik faydası bo'ldi. Undan boshqa doktorxonamizniki 18 yoshdan tuvan iqtisodiy qiyinchilik va tug'im yurak bemorlarini uzun mazgil haqsiz davolash turimiz bor. Undan boshqa iqtisodiy qiyinchilik va 18 yoshdan tuvan umursiz maymoq bemorlarni shu fond yordamida 5000 ko'ydan 20000 ko'ygacha yordam berish siyosatimiz uzun mazgil kuchga ega. Bu mazmunni saqlab bilib, yurak berib boshqalarga taqdim qo'ysanglar bo'ladi. Ko'pchilik rahmat.